Tashabbusli budjetning 2025-yil birinchi bosqichida Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 14 ta loyiha g'olib deb topildi. Quvonarlisi, loyiha doirasida mahallalarda ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Islom Nishonov manzildan xabar qiladi. Tashabbusli budjetning 2025-yil birinchi bosqichida O'zbekiston tumanida 14 ta loyiha g'olib deb topildi. Bu qariyb 18 milliard so'mni tashkil qiladi. Bu yerda albatta ichki yo'llarimizni asfaltlashimiz, elektr ta'minotini yaxshilash, ichimlik suvini yaxshilash, qolaversa o'sha ijtimoiy soha obyektlarimizda qo'shimcha o'quv binolari, qo'shimcha o'sha bog'chalarimizga qo'shimcha bino, shuningdek markaziy o'sha tibbiyot muassasamizga zamonaviy asbob-uskunalarni sotib olish loyihalari g'olib deb topilgan. Sochtepa mahalla fuqarolar yig'inida elektr tarmoqlarini yangilash loyihasi asosida hududda amaliy ishlar bajarilib, ko'p yillardan beri odamlarni qiynab kelayotgan uzilishlar bartaraf etilmoqda. dan ziyod tayanchlari yangilandi. 3 nafar 160 kVli quvvatga ega bo'lgan transformator punktlari o'rnatildi. Ovoz yig'ish jarayonlarida katta-yu kichik bir yoqadan bosh chiqarib tashabbusga qo'shilgani g'oliblikka yo'l ochdi. Biz o'z taqdirimizga befarq emasligimizni, hamjihat bo'lsak har qanday masalani hal qilish mumkinligini isbotladik, deydi mahalla faollari. Quvonarlisi, Sochtepaliklar tashabbusli budjetning joriy yil 2-bosqichida ham g'oliblikka erishdi. Mahallamizda elektr energiyasidan juda muammo ko'p edi. Chunki 200 ta 300 ta xo'jalik bitta transformatorga qarab qolingandi. Qish bo'lsa, shamol bo'lsa, doim sveti o'chib, qiyinchiliklar bo'lardi. Bundan buyog'iga umuman elektr sohasida bizda muammo qolmaydi. Butun yurt birlashsa, butun mushka aylansa, hamma narsa bo'laverar ekan. Mana endi bu yurtdagi ekematalab yana davomli ishlarimiz bor hali. Yo'llarimizni asfalt qilishimiz kerak. Suvlarni joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Ancha o'zi yaxshi bo'lib qolgan. Yana ishlarimiz bor, xudo xolasa yana harakatdamiz. Guvoh bo'layotganingizdek, mahallada nafaqat elektr tarmoqlari, balki odamlarning ishonchi ham barqaror bo'lib bormoqda.